1943-yilning 28-noyabrida Eron poytaxtida Germaniyaga qarshi alyansning asosiy a'zolari Britaniya, AQSh va SSR rahbarlari uchrashadi. Ularning bu uchrashuvi Germaniya hali ham jiddiy xavf solib turgan Eronda yuzlab nemis agentlari mavjud holatda o'tkaziladi. Konferensiya markazida urush harakatlarini yanada samarali olib borish va ikkinchi frontni ochish masalasi turgan. Katta uchlik bundan oldin 3 tomonlama konferensiya o'tkazmagan edi. Faqat 2 tomonlama uchrashuvlar o'tkazilgan. Shuning uchun Tehron konferensiyasi ittifoqchilar uchun muhim tadbir edi. Ushbu uchrashuvning tashkilotchisi AQSh prezidenti Franklin Ruzvelt hisoblanadi. Unda SSR rahbari bilan uchrashish g'oyasi Yaponiyaning Tinch okeanda joylashgan Pearl Harborga uyushtirilgan hujumidan so'ng paydo bo'lgan. Ruzveltdan farqli o'laroq Buyuk Britaniya bosh vaziri Winston Cherchill allaqachon Stalin bilan uchrashib, ikki tomonlama diplomatik aloqalarni o'rnatgan edi. Taxminan 2 yil davomida katta uchlik a'zolari o'zlarining urush harakatlarini yozishmalar va ikki tomonlama konferensiyalar bilan davom ettirgan. Cherchill va Stalin birinchi marta 1942-yil avgust oyida Moskvada uchrashib, ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalarni yo'lga qo'ygan. Bundan tashqari, harbiy rejalarni muhokama qilish uchun Buyuk Britaniya va AQSh rahbarlari Kasablanka, Washington, Trident, Kvadrant va Kvebekda uchrashib, urushga oid siyosiy masalalarni muhokama qilgan. 1943-yil avgust oyida Kvebekda bo'lib o'tgan uchrashuvda Cherchill va Ruzvelt Sovet ittifoqi rahbarini konferensiyaga taklif etgan. Biroq Stalin harbiy operatsiyalarni tashlab, uzoq masofalarga bormasligini bildirgan. Chunki aynan shu davrda Sharqiy frontda nemislar bosqini kuchaygan edi. Katta uchlik uchrashuv borasida yozishmalar uzoq vaqt davomida olib borilgan. Umumiy dushman ustidan g'alabani tezlashtirish bo'yicha qo'shma harakatlarni muhokama qilish, shuningdek, urushdan keyingi kelishuvlar to'g'risida fikr almashish zarur edi. Shunday sharoitda Stalin o'z ittifoqchilariga noyabr yoki dekabr oyida katta uchlikning uchrashuviga rozi ekanligini bildirgan. Ruzvelt 3 tomonlama uchrashuv shaklida bo'lib o'tadigan muzokaralarni 1943-yil noyabr oyida Shimoliy Afrikada o'tkazishni taklif qiladi. Biroq uchrashuv joyi masalasi Stalinga ma'qul tushmaydi va u Eronning Tehron shahrini taklif etadi. SSR rahbarining aynan Tehron shahrining tanlanganiga ikkita asosiy sababni keltirib o'tish mumkin. Birinchidan, bu vaqtda SSR Shimoliy Eronni nazorat qilar edi. Ikkinchidan esa, ushbu joyning SSR hududiga yaqinligi Moskva bilan aloqalarni doimiy olib borishni osonlashtiradi. Shu boisdan ham Stalin Tehron shahridan uzoq bo'lgan barcha takliflarni rad etadi. O'z navbatida Stalin taklifi Ruzveltga ma'qul tushmagan. Buning ham ikkita sababini aytish mumkin. Birinchidan, Tehron Washingtondan juda uzoqda joylashgan va bu prezidentning sog'lig'iga jiddiy zarar yetkazishi mumkin edi. Ikkinchidan esa AQSh Kongressi Ruzveltning Tehronga borishiga qarshi chiqqan. Shuning uchun Ruzvelt Stalindan Qohira, Bag'dod, Basra va Anqara shaharlarini uchrashuv joyi sifatida ko'rib chiqishni iltimos qiladi. Biroq Stalin Tehrondan boshqa shaharlarni rad etadi. Uzoq muzokaralardan so'ng ittifoqchilar Tehronda uchrashuv o'tkazishga kelishib oladi. Tehron konferensiyasi noyabr oyi oxirida o'tkazilishi rejalashtiriladi. Konferensiya ishtirokchilarini himoya qilish asosan Sovet va Ingliz qo'shinlari hamda xavfsizlik idoralari kuchlari tomonidan ta'minlanadi. 3 rahbar Tehronga 27-noyabr shanba kuni yetib keladi. Katta uchlik rahbarlarining yo'l tafsilotlari ham qiziqarli kechadi. Tehron shahriga birinchi bo'lib Stalin keladi. U safarning birinchi qismida Moskvadan hashamatli poyezd bilan Qrimga jo'naydi. U yerdan Bakuga o'tib, Len-Liz asosida olingan AQSh samolyoti orqali Tehron shahriga yetib keladi. Stalinga tashqi ishlar komissari va Malatov, Mudofaa davlat qo'mitasining noziri marshal Klement
Vorashilov va ikki tarjimon Ivan Pavlov hamda Valentin Bereshkov hamkorlik qiladi. AQSh va Buyuk Britaniya rahbarlari esa 1943-yil 22-26 noyabr kunlari Qohirada Xitoy rahbari Chin Kayshi bilan uchrashib, Xitoy va Osiyoga yordam dasturini muhokama qilgandan so'ng 27 noyabr kuni Tehronga yo'l oladi. Buyuk Britaniya bosh vaziri Tehron shahriga feldmarshal Ser Jon Dili, havo kuchlari shtabi boshlig'i Charles Partle, diplomatik vakillar va yordamchilar orasida SSRdagi elchi Eden, xavfsizlik xizmati boshlig'i Ser Archibald Clark Kerr, qo'mondon Walter Thompson, shaxsiy shifokori Lord Charles Moran, tarjimon Birse hamda qizi Sara Cherchill va o'g'li kapitan Randolf Cherchilllar bilan keladi. Winston Cherchill Eronning xavfsizlik xizmatiga unchalik ishonmagan va unga Mi-6 agentlarini hamkorlik qilgan. AQSh prezidenti Ruzvelt ham Cherchill singari Qohiradan 27 noyabr kuni yo'lga chiqadi. Temir yo'l orqali sayohat qilish noqulay va juda xavfli edi, chunki Basradan Tehrongacha bo'lgan temir yo'llarning uzunligi va yuzlab tunnellarning borligi qiyinchiliklar tug'dirardi. Dastlabki xulosalarga asoslanib, prezidentning uchuvchisi Brian va Michael Reyle prezidentga uchishni tavsiya qilganlar, ammo Ruzveltning shifokori Makkinter 8000 metr balandlikda uchish prezidentning sog'lig'i uchun xavfli ekanligini aytganda, uchuvchilar 8000 metrdan pastroq masofada ucha olishlarini aytadi. AQSh delegatsiyasi tarkibiga Marshal King, Arnold Lahe, general-mayor Edwin Woodson, William Rigdon, Gopkins, Reilly va tarjimon Bohlenlar kiradi. Shuningdek, prezidentning kuyovi John Boyettigen va o'g'illaridan biri polkovnik Elliot Ruzvelt ham AQSh yetakchisi bilan birga Eronga keladi. Eron shohi Muhammad Rizo Pahlaviy Ruzveltni aeroportda kutib olmoqchi bo'ladi, ammo amerikaliklar xavfsizlik nuqtai nazaridan shohning bu taklifini rad etadi, chunki bu vaqtda Eron hududida nemis josuslari ko'p bo'lib, ulardan himoyalanishda ko'p odam bo'lishi noqulay edi. Eronning 24 yoshli hukmdori Tehrondagi Goliston saroyida 88 martabali mehmon uchun ziyofat uyushtirishni rejalashtiradi. Biroq katta uchlik va delegatsiya a'zolari bu taklifni ham rad etadi. Ittifoqchilar Tehron shahriga kelgandan so'ng o'z elchixonalariga joylashadi. AQShning Tehrondagi elchixonasi shaharning chekkasida joylashgandi. Bu esa Ruzveltning xavfsizlik choralarini kuchaytirishiga sabab bo'ladi. Ya'ni u uchrashuvlar bo'lib o'tuvchi Britaniya elchixonasiga kelishi uchun Tehron shahrining tor olomon ko'chalari bo'ylab harakatlanish kerak edi. Dastlab Cherchill Ruzveltga Tehron konferensiyasi vaqtida ingliz elchixonasida qolishini taklif qiladi. Lekin AQSh rahbari ushbu taklifni rad etgan. Bunga sabab esa Ruzveltning sovet rahbarlaridan kutayotgan taklifi edi. Nihoyat 28 noyabr kuni Stalin elchi Garriman orqali Ruzveltga SSR elchixonasiga o'tishi uchun shaxsiy taklifnoma yuboradi. Bu qadam orqali Ruzvelt Stalin bilan do'stlik aloqalari o'rnatishni xohlagan. Ruzvelt SSR elchixonasiga ko'chib o'tgach, Sovet elchixonasining xavfsizlik xizmati 2 barobar kuchaytiriladi. Sovet elchixonasini Cherchillning fikriga ko'ra 3000 dan ortiq maxfiy politsiyachilar qo'riqlagan. Ayni paytda NKGB Davlat xavfsizlik xalq komissarligi agentlari o'z elchixonalariga joylashgan Ruzvelt xonasiga yashirin eshitish moslamalari ham o'rnatgan va uning suhbatlarini eshitib borgan. Tehrondagi asosiy uchrashuvlar Franklin Ruzveltning Sovet elchixonasidagi qarorgohida bo'lib o'tadi. Erondagi ushbu uchrashuv boshqa tadbirlardan ajralib turadi. Birinchidan, konferensiya norasmiy tarzda o'tkazilib, matbuot anjumanlarisiz olib borilgan. Ikkinchidan, muzokaralar uchun kun tartibining yo'qligi, ya'ni har bir rahbar o'zini tashvishga solayotgan mavzular bilan suhbatlashib, o'zaro kelishib olishlariga harakat qilingan. Ruzveltning tarjimoni Charles Bohlenning so'zlariga ko'ra, uchrashuvlarni tashkil etish, jadvallarni tuzish yoki ko'plab texnik tayyorgarliklar bilan shug'ullanish uchun hech kim mas'ul emas edi.
Konferensiyaning birinchi yalpi majlisi 28-noyabr kuni bo'lib o'tgan. Xona markazida dumaloq stol o'rnatilgan bo'lib, bu ittifoqchilar orasidagi o'tirish tartibi bilan bog'liq ehtimoliy muammolarni hal qilardi. Yalpi majlislardagi munozaralar kun tartibisiz, erkin tarzda o'tkazilgan. Birinchi yalpi majlis 3,5 soat davom etgan. Konferensiya a'zolarining ushbu stolda yig'ilgan vakillariga aytmoqchimanki, biz hammamiz bu yerda bitta maqsad bilan, urushda eng qisqa vaqt ichida g'alaba qozonish uchun to'plandik. O'ylaymanki, ushbu uchrashuv muvaffaqiyatli bo'ladi, o'zaro aloqalarni mustahkamlaydi hamda kelajakdagi yaqin hamkorlik uchun imkoniyatlarni yaratadi. Bizning belgilangan kun tartibimiz bo'lmasa ham, urushdan keyingi muammolarni muhokama qilishimiz mumkin, deya Ruzvelt uchrashuvni ochib beradi. Shuningdek, Tehron konferensiyasi ishtirokchilari bu yerda aytilganlarning hech birini nashr etmaslik bo'yicha o'zaro kelishib oladi. Tehron konferensiyasida ko'rilgan asosiy masalalar quyidagilardan iborat edi: ikkinchi frontni ochish, Turkiyani urushga tortish, Yaponiya masalasi, Polsha masalasi, Finlandiya muammosi, Germaniya mag'lubiyatga uchragandan so'ng dunyo tinchligini ta'minlaydigan xavfsizlik tashkilotini yaratish. Tehron konferensiyasining birinchi yalpi majlisida Yevropada ikkinchi frontni ochish masalasiga asosiy e'tibor qaratiladi. SSR urush muddatini qisqartirishda muhim omil sifatida ikkinchi frontning ochilishiga katta ahamiyat beradi. Biroq operatsiya boshlanishining aniq vaqtlari to'g'risida qaror Buyuk Britaniya va AQSh tomonidan kechiktiriladi. Aslida ikkinchi front masalasi birinchi marta 1941-yil 18-iyulda Stalinning Cherchillga yo'llagan xabarida aytiladi. Ushbu xabarda Sovet rahbari g'arbiy hududda turli qiyinchiliklarga qaramay nemislarga qarshi zarbalar berish uchun ikkinchi frontni ochish taklif qilgan, lekin rad javobini olgan edi. Lord Beaverbrookning so'zlariga ko'ra, o'sha paytda ingliz harbiy rahbarlari doimo tajovuzkor choralar ko'rishni istamas edi. Albatta, bu nafaqat harbiy xavf, balki ma'lum siyosiy fikrlar sabab ham amalga oshirilmagan. Londondagi ba'zi yuqori doiralar SSR va Germaniya bir-birini zaiflashtiradi va Buyuk Britaniya Yevropada ustun mavqega ega bo'lishiga zamin yaratadi deb hisoblagan. O'sha paytdagi senator, keyinchalik vitse-prezident, so'ngra AQSh prezidenti bo'lgan Garri Trumanning bu borada aytgan fikrlari buni tasdiqlaydi. Agar biz Germaniya g'alaba qozonayotganini ko'rsak, demak biz Rossiyaga yordam berishimiz kerak. Agar Rossiya g'alaba qozonayotgan bo'lsa, unda biz Germaniyaga yordam berishimiz kerak degan. Britaniya va AQSh dastlab SSRni iloji boricha kuchsizlantirish, so'ngra uni ikkinchi darajali davlatga aylantirishni maqsad qilgandi. Biroq Stalingrad hududida nemislar ustidan qozonilgan g'alaba SSRning xalqaro maydondagi roli va obro'sini oshirib yuboradi. Fashistlar Germaniyasi ustidan g'alaba yaqinlashganda Cherchillning xavotiri yanada kuchayadi. Aynan shu sabab AQSh va Buyuk Britaniya ikkinchi front ochish zarurligini yaxshi tushunadi. Chunki Sovet qo'shinlari ittifoqchilarning yordamisiz ham butun Yevropani ozod qilishga qodir ekanligi ma'lum bo'lgandi. Franklin Ruzvelt konferensiya arafasida o'z o'g'liga "Basharti Rossiyada ishlar bundan keyin ham hozirgidek boradigan bo'lsa, kelasi bahorda ikkinchi frontning keragi bo'lmay qolishi mumkin" deydi. 1943-yil noyabr oyining oxirida Tehron konferensiyasi boshlanganda Fransiyada ikkinchi front qachon paydo bo'lishi hali noma'lum edi. Stalinning fikriga ko'ra, Germaniyaning eng zaif tomoni bu Fransiya bo'lgan. Shu bois G'arbiy Yevropada aynan Fransiya hududida ikkinchi frontning ochilishi Sharqiy frontdagi vaziyatni yumshatishga jiddiy turtki bo'lardi. Ittifoqchilar 1944-yil may oyida Fransiyaning shimoliy g'arbiy qismiga va janubiga 1 million askar va zobitlar tashlashga kelishib oladi. Konferensiyada Turkiyaning urushga kirishi hamda Yaponiyaga qarshi urush masalalari ham muhokama qilingan. Ruzvelt urushdan so'ng tinchlikka tahdid soladigan har qanday holatga qarshi 4 politsiyachi AQSh, Buyuk Britaniya, SSR va Xitoy kurashishi kerakligi to'g'risida fikr bildiradi. Stalin esa bunga qarshilik qilib, Yevropaning bironta davlati xitoyliklarning
ya'ni xitoyliklarning ularning ishiga aralashuvini munosib deb topmasligini aytib, o'z o'yini tartibda ushlolmagan Xitoy qanday qilib butun dunyo tartibiga yordam bera olishini Ruzveltdan so'raydi. Ruzvelt Xitoyning ayni paytdagi kuchsizligi tan oladi, ammo kelajakda Xitoy jahon siyosatida katta rol o'ynashi mumkinligini bashorat qiladi. SSR, AQSh va Buyuk Britaniya rahbarlari o'rtasidagi Tehron konferensiyasining yakuniy yig'ilishi 1-dekabr kuni bo'lib o'tadi. Unda asosiy siyosiy masalalar muhokama qilinadi. Shuningdek, konferensiyada Germaniyani urushdan keyin qanday bo'lib olish masalasi ham ko'rib chiqiladi. 1943-yil 1-dekabr kuni 3 davlat rahbarlari 3 qudrat deklaratsiyasini imzolanishi bilan Tehron konferensiyasi o'z ishini yakunlaydi. Ushbu maqolani Fanlar akademiyasi Tarix instituti tayanch doktoranti Siddiqi Mirshod tayyorladi. Ushbu maqola Oyna.uz saytidan olindi. Bizni tinglaganingiz uchun, bizni qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun biz sizlarga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Videolarimizda xato va kamchiliklar bo'lsa, ma'zur tutasiz degan umiddamiz. Videolarimiz, kanalimiz havolalarini olib o'zingizni ijtimoiy tarmoqdagi do'stlaringizga, guruhlaringizga tarqatib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.